Ta'ziya. O'zbekistonda 2188 nafar kishi halok bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 2025-yilda mamlakatda sodir bo'lgan yo'l transport hodisalari oqibatida 2188 kishi vafot etdi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan biroz kamaygan. O'zbekistonda 2025-yil davomida sodir bo'lgan yo'l transport hodisalari oqibatida 2188 nafar inson halok bo'ldi. Bu haqda Yo'l harakati xavfsizlik xizmati ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, mazkur ko'rsatkich 2024-yilda qayd etilgan 2199 nafarga nisbatan kamroq. Shuningdek, YTHlardan sabab 2025-yilda 8901 kishi turli darajada tan jarohati olgan. Bu ham o'tgan yilgi 8931 nafar ko'rsatkichdan past. Mutaxassislar tahliliga ko'ra, so'nggi 5 yilda aholi va transport vositalari soni sezilarli darajada oshganiga qaramasdan, yo'l transport hodisalari va ular oqibatidagi o'lim holatlarida kamayish dinamikasi saqlanib qolmoqda. Xususan, har 100 ming aholiga nisbatan o'lim ko'rsatkichi 6.9 dan 5.7 taga tushgan. Bolalar xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar ham samara bergan. 2025-yilda bolalar ishtirokidagi YTHlar soni 2004-yilga nisbatan 171 taga, halok bo'lgan bolalar soni esa 36 taga kamaygan. Ma'lum o'rnida 2024-yil yakunlariga ko'ra, O'zbekiston MDH davlatlari orasida o'lim bilan bog'liq YTHlar ko'rsatkichi eng past bo'lgan mamlakat sifatida qayd etilgan, deyiladi xabarda.